Sizlar bilan men Vezir. Bugun videomizda Crash Test o'yini o'ynaymiz. Bu Abbozani kim tanisa biladi. Shu mashinalar haqida video chiqaradi. GTA 5 onlayn shu RPG shu mavzuda video chiqaradi. Bugun videomizda Abboz aka o'ynagan Crash Test emas, lekin o'shanga sal yaqinroq Crash Test mashinalar o'yinini yukladim. O'ynaymiz endi. O'yin nomini kommentariyga yozib ketaman. Juda qiziqarli. Mana shahar yo'li bor, tog' bor, o'rmon bor, yana sinashga, yana bu nima? Hi-Fi. Mana bu do'stlaring bilan o'ynasalar ham bo'ladi, ya'ni boshqalar bilan ham. Bu internetda o'ynasizlar. Bu bez internet o'yini. Faqat mana shu do'stlar bilan o'ynashda internet bilan. Qani bo'lmasa garajga kiramiz. Mana birinchi mana shu mashina. Tog'dan tashib ko'ramiz. 5 ta mashinani qilaman. Keyingi videoda yana agar shu mashinani qilib bo'lgandan keyin tog'dan tashlagandan keyin agar shu videom 10 tagina like yig'sa, keyingi mashinani chiqaraman. Qani bo'lmasam ketdik. Mana gaz promoy bosib turamiz. Vuy bala. Like bosib keting. Vuy. Abboz akamiz o'ynaganday emas, lekin qiziqarli sizlarga. Vuy mashina qog'oz. Bala. Mashina qog'oz bo'lib qolgan do'stlar. Keyingi mashinaga o'tamiz. 5 ta mashina qilaman dedim. Mana. Voy, shaharda bosaverdim. Shaharda bitta joyda paydo bo'lasizlar. Mana uzr sizlardan. Qaysi mashina? Bu mashina select. Rangni o'zgartirsanglar ham bo'ladi mashinani, lekin tushunib qo'ymaydi. Mana qaranglar, turgan joydan gaz promo bosaman. Vuy. Hamma mashina shuni chap. Voy. Bu chidamli. Boyakiga qaraganda qaranglar do'stlar, tomlari ham pachoq bo'lib ketmadi. Qaysi mashina oxirigacha borarki? Ya'ni oxirigacha borish hozir o'ynaymiz. Balon ketdi. Mashinani qiynamaylik bo'ldi. Shu joyda qoldi bu. Mana juda qiziqarli o'yin. Pak. Endi mana Niva. O'zimizning qadrdon Niva jonimiz. Shu eski ko'k rangli Niva. Stop. Ko'rib turganlaringni mana. Gaz bosaman. Vuy. O'ldi. Bu yoqqa mashina, bundan oldingi oq mashina ham yaxshiroq edi. Hech qaysi mashina oxirigacha borgani yo'q. Men bu o'yinni bugun yukladim, hoziroq. Mana bugun 7-dekabr. Bugun 7-dekabr, ertaga konstitutsiya. Mana do'stlar, Nivamizning ahvoli birrak ekan. Nivadan keyingisi tepadan nima deydi, mana bu sariqni oldiga olib boryapman. Mana oq o'sha kraska qilasizlar. U 07 Jiguli. Gazni promoy bosaman. Vuy, Jiguli baribir Jiguli dedingizlar. Pachoq bo'lmasdan qaranglar. Bunda faqat 07 bor ekan, bo'ldi. 06 011 yo'q. 06 011 o'zi bitta mashinada. Mana bizning mashinamiz oxirigacha ham borolmadi. Asta qo'yib yuborsamki, bu oxirigacha boradi, lekin men sizlar qiziqarli bo'lsin, mashinalar ko'p pachoq bo'lgan odamlarga qarshi shuning ham anaqa qilyapman-da, test tashlayapman. Boshqa yo'llarda ham video qilib chiqaraman. Endi mana bu 07. Bu ham 07 faqat. Boshqasi, farasi boshqa, saloni boshqa, ko'rinishi, bagajlari ochilib ketadi buni. Nima dedim? Vuy. Nima gaz bosdim, balon ketdi. Lekin mashina jonini ko'rsatmaydi.
Asta. Mana mashinamizning ahvoli yurmayapti. Tez qilaman. Hayda. Kulrang jugulidan keyin sariq bizning mashinamiz. Buni ham Himalay tog'i mana shuda. Vuy, bu tekis ketdi bir xil. Voy. Uni boshqa mashinalar ko'rdim, tumshug'i pastga qarab, voy. Ilon bo'lib ketdi. Vuy. Do'stlar ko'rishingiz mumkin. Tirik qolmadi mashinamiz. Termozit sistemasi ko'rinib qoldi, qizil rangga bo'yalgan ekan. Buni ko'ki ham bor, qaranglar. Oxirida menimcha zil bo'lish kerak. O'yinning nomi kommentariyada. Agar shu videomiz 10 ta like chiqsa, yana keyingi 5 ta mashinani chiqaraman devdim. Mayli, 5 ta emas, 10 minutlik video qilamiz. Qanchagacha yetar ekan shu. Vuy, yaxshi. Bo'ldi, ketdi. Mana do'stlar, bag. Ayli eshigi uzilib, lekin tikka bo'lib qolgan. Baglar ko'p bu o'yinda. Bobay aka, Nivani zo'rrog'i. Bilsanglar, Toshkentda tog'larga borasizlar-yu, ana shuna yozda minishga beradi. Faqat buni orqalari olingan bo'ladi. Mana eshiklari. Balon ketdimi sirasi? Chidam. Shundan bolalar, do'stlar, ya'ni gelik olmanglar. To'g'ri zo'r qimmat bo'lishi mumkin. Mana bu ham gelikdi. Ota bobosi mana ahvolini ko'rib turibsizlar. Sizlar bunaqa ahvolga solmaysizlar, lekin xudo ko'rsatmasin bo'lishi mumkin. Shunday bo'lmasin ham. Tez do'stlar. Mana bizning buxankamiz. Mana oxirida zil turibdi. Buxanka nima qilarlar ekan, do'stlar? Orqasidan oyoq qo'ygichi bor ekan. Voy! Shuncha tezligi balandmi? 110 ga chiqib ketdi sira. Voy. Vah. Fuy, g'ildiraklar otilib ketishini qaranglar. Mana Nivamiz ham shu joygacha keldi. Niva emas, buxanka. Uni oldi shofir o'tiradigan tomoni ketdi. Orqada 4 ta odam tirik qoladi. Yana o'sha odamlar ham bansaga tushadi. Nihoyat oxirgi mashinamiz. Kutib oling, bizning zilimiz. Ne как пережатор. Ой, pan. Qaranglar, gazlayman. Ko'ramiz. Balon ketdi. Va, endi ketdi. Voy, tumshug'i bilan kelib tumshug'i qadalib qoldi. Davay, oxirgacha borasan. Yozib ketinglar, keyingi videoda qaysi mashinani astroq tashlab, yana 5 ta yana 2 ta mashinani astroq tashlayman. Mana bizning zilimiz. Videoga qaytaman. 9 minutlik video bo'ldi. Sizlarga video qiziq bo'lgan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lib ketinglar. Yana boshqa qismlarni ham chiqaraman. Xayr, sizlar bilan vizir bo'ldi. Agar shu videomiz 10 ta like yig'sa, qolgan qismlarni ham chiqaraman. O'chi